Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Bugungi sotuvdagi joyimiz Xudo xolasa Urganch shahar, ya'ni Sputnikda joylashgan 175 kvadrat metrli suv, suyet, gazdan muammosi yo'q. Yashashga tayyor joyimiz sotuvga chiqdi obunachilar. Sizlar bilan har doim Diyarbakır Xudoyorov, sizlar Xorazm joy va avtokanal kuzatuvchi obunachilar. Sizlar maksimal videomizga like bosib, qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib turishni so'rab qolamiz. Men esa ushbu Euro remont bo'lib turgan joyimizni Xudo xolasa chiroyli bahada qo'yib beraman. Orientira gelen olsak 31 son mektebinin yanginasına joylashgan obunachilar. Urganch shahar Sputnik. Shunning elde tomonlari kichkina огород qilib qo'yibdilar. Ko'rib turganlaringizdek obunachilar. Akkuratli remontdan chiqibdi. Euro remont. Shunning jonimizga kiraverishda ko'rib turganlaringizdek obunachilar. Shunday podsvetkalar ham uстановка qilingan. Xullas, ushbu joyimiz yashashga tayyor, полностью. Pastlar cho'kib pol. Depeleri registr ekan. Lyustralarni ko'rib tursa, e'tibor berishingiz mumkin. Moshisidan eng sifatlisidan ishlatilgan bo'lsa, 10 qo'limizda rakovinasi bo'ladi. Mana bu akkuratlisini ustavka qilib qo'yibdilar. Videomizni uzunmiz, like bosib, niyat qilganlarsa, niyat qilganini yozib ketamiz. Shundan kiraverishda birinchi zalimiz полностью atachenta bo'lib turibdi. Pastda ko'plab pol. Umuman gap bo'lishi mumkin emas. Ushbu joyimizda obunachilar. O'zim niyat qildim doğrusu, xudo xolasa. Bu birinchi xonamiz. Общий 5 xonasi mavjud obunachilar. To'g'rilaringizning. Bu yer ham usta kursi qo'yib, tezroq supertezlar ham bo'ladi. Bu ham tomoni. Bu yanimiz. Xolasanizlar kattalar uchun bu yerni yoki kichkinalar uchun spalni qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Agar kichkina bolalar bo'lsa, pastda shunday yotaveradilar spalnilarni. Shunday gaplar obunachilar. Bu yanimiz me'morlar uchun xona. Bu yanımıza gelin olsak tuvaleti, saunuzeli. Bu yanımız saunuzeli obunachilar. Uyimiz polisi yashashga tayyor. Bu yana kuxnisi. Bu yerda kuxnilar ustancha qilib berasiz o'zlaringiz. Xullas, kuxni ham moshina bo'ladan chiqib turibdi ekan. Dag'allar atachento. Kuxnimiz ko'rib turganlaringizdek, obunachilar moshina bo'ladan chiqqan. Instagram Euro variantlar ustancha qilingan. Bog' tomonlar ham keng olinganini ko'rsatib o'taman. Bog' tomonimiz ham aytib o'tganimdek keng olingan obunachilar. Ko'rib turganlaringizdek. Aşağıdan iki persizler ham bo'ladi, bemalol yana orqa tomonlaridan. Yer ko'p. Общий 175 kvadrat. Hozir ikkinchi etajni ko'rsatib o'taman sizlarga obunachilar. Videomiz o'rtasida narxni aytib o'tib ketaman. Narxi obunachilar 72 mingdan turibdi egasi. Xudo xolasa ustida maksimalni sodalashib olsangiz bo'ladi. Shu bizani aytib ketsangizlar. İkinci etajni ko'rsatib o'taman sizlarga obunachilar. Hali yardım like basmazsanız like basıp abone olup güzel şey sorup kalınız. Size gittik. İkinci yazımı size çıkıveriş obunachilar. Şimdi pastetkiler Ruslan şeklinden. Xullas joyimiz вообще planla sanınga obunachilar. O'zi 175 kvadrat, lekin 5 xonasi bor. Lyustralarni e'tibor berishingiz mumkin. Moshinadan Ruslan sheklinden. Moshina bo'ylar. Hozir pastda obunachilar adashib ketibman. Atachenta emas, aboyagan bu. Hozir o'zimga e'tibor berib ko'ring. Moshina aboyalardan chiqib turibdi. Uzr so'rab qolamiz. Adashib ketibmiz obunachilar. Egasidan o'zim so'rab olarim. Bu yoqlar ham yana moshina aboyalardan chiqqan. Lyustralari. Depalar registr aytib o'tganimdek. Pastda yo'q bo'ldi. Aynalar ham zo'rni ustavka qilingan moshinalarni. Bu yanımız balkona çıkıveriş. Şimdi yine yazda issiqda köpren falan döşe verip sonra çay içip oturabilirsiniz. Keyingi xonalarni ko'rsatib o'taman sizlarga obunachilar. Videomuza like bosib, abone olup güzel şey so'rab qolamiz.
Bir anda salıncaqları dəfədən təsdən mövcud. Lit bilən işlənən bundan sonra həm mənəsə. İşləm. Moşnisi. Verən şul. O boydan çıxıb tutdu. Xulləs, hələ buca yaşanmağına bundan sonra. Təyyar. Nərxini ES bilən maksimalni sodalaşqan halətdə bundan sonra verirəm. Kişiyənlər üçün spaniklı versiyası boladı. Zalı i bir an tavandan kətlər üçün spaniklı boladı bundan sonra. ES bilən maksimalni sodalaşdıq nərxini. 72.000 dolara koyup bərədə onluq bundan sonra. Nə deydi? 72.000 dolar. Yenə üstünə gəlişib bərələdik da xalasa. Barterəm işləyirlər. Alaqada çıxarırsa xuda xalasa. Böyük cay maşin barter qıladılar. Xuda xalasa. Ekrandakı nomerlə alaqasıza boladı. 72.000 dolar. Üstündə kəmi baxdı xalasa bundan sonra. Kimdə satılır ücaya ki də maşin olsan, benim reklam boş alaqasıza boladı. Video davamında kəmçiliklə bağlı olsa, nerində kəmçilik bağlı olsa bundan sonra əlbəttə kommentariya yazıb getişləri sorab qalamız. Bizə də uzaqlaşmaqla sizə bilən hər daim digər bir Xudayarı. Xuda xalası hazırda 16.500 abunəçiyə gəlmiş. Instagramımızda 22.000 abunəçimiz. Kimdə satılan ücret olsa, айтып ötkəndə reklamı boyunca alaka çıxarırsa, telefon nömrələr 94 836 79 76 abunəçiyə. Əldən pul alınmaz bizə ücraya reklamı boyunca. Benim alaka çıxarırsa.